Assalomu alaykum. Hozir ichlari yumshoqqina, ustlari qarsildoq bo'lgan somsalar yasaymiz. Amiraxon qizim bilan birgalikda mazali somsalar tayyorlaymiz. Idishimizga suv solamiz, tuz solamiz va xamir qorib olamiz. Mana unlarni ham solib oldik. Endi xamir qilib olamiz. Mana xamirni ham tayyorlab oldik. Endi go'shtni, piyozlarni maydalab to'g'rab olamiz. Go'shtlarni to'g'rab olgunimizcha xamir dam olib turishi kerak. Dam olgandan keyin yoyib olamiz xamirni. Go'shtlarni maydagina qilib to'g'rab olamiz. Mana go'shtlarni maydalab to'g'rab oldim. Endi buni ziravorlar sepib marinatlab qo'yaman. Go'sht ham shiringina bo'lib, ta'mligina bo'lib turishi uchun ungacha men piyozni to'g'rab olaman. Mana piyozlarni ham to'g'rab oldim. Endi hammasini go'sht bilan birga aralashtirib olamiz. Mana azizlarim, hammasini birga yaxshilab aralashtirib oldim. Endi xamirimizni yoyib olamiz. Xamirni yoyib olguncha buni eritib olamiz. Margarinimizni erib sovib turadi. Mana xamirimizni ham yoyib oldim. Endi bunga yog' surtib chiqamiz. Margarin bilan yog' aralashtirdim, ikkalasini qo'shib surtamiz. Mana yog'larimizni sepib oldik. Endi buni yaxshilab yoyib chiqamiz hamma joyiga. Mana xamirga yog'larni surtib ham oldim. Endi kesib ham oldim. Mana shunaqa kesib oldim endilikda. Endi bunga go'shtlarimizni qo'yib tugib chiqamiz. Go'shtlarni mana shu shaklda qo'yib oldim. Endi xamirlarimizni o'rab chiqamiz. Xuddi mana shu shaklda o'rab chiqamiz. Bu birinchi variant. Hozir ikkinchi usulini ham o'rab ko'rsataman. Birinchi variantini bo'kib tugib ko'rsatdim. Bu ikkinchi varianti. Xamirni mana shunaqa qatlam qilib olamiz. Mana shunaqa qatlam qilib, xuddi shu shaklda hammasini shu shaklda qilib olamiz. Mana undan keyin xamirni ozgina yoyib olamiz. Keyin farshlarni, qiymalarni solib tuksak, u ham gijir-gijir juda mazali somsa bo'ladi. Xamirlarni xuddi shu shaklda o'rab oldim. Endi mana bunday anaqada yoyib olamiz buni uqlovchada. Amiraxon qizim bilan birgalikda ana xamirlarni yoyib ham oldik. Endi xamirlarimizni, somsalarimizni bo'kib olamiz. Mana somsalarimizni bo'kib tayyorlab oldim. Endi duxovkaga qo'yib yuboramiz pishirishga. Mana azizlarim, somsalarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham mazali, yumshoqqina, qarsildoq somsalar. Hammalarga qilib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Hammaga yoqimli ishtaha.